Shunday vaziyatlarga duch kelganimda otalar va bolalar romani yodimga tushadi. Unda ikki avlod qarashlaridagi tafovutlar haqida yozilgan. Bunday qarama-qarshilik asrlar ochsa hamki davom etib kelmoqda va hozir ham dolzarb. Keling, bugun Ivan Turgenev ijodining cho'qqisi hisoblangan Otalar va bolalar romani haqida gaplashamiz. Ikki o'rtoq Bazarov va Arkadiy 3 yillik tahsildan so'ng uyga qaytishadi. Ularni intiq kutayotgan otalari bilan gaplashishar ekan, ikki tomon ham endi qarashlari o'rtasida katta jarlik borligini sezadi. Katta avlod o'zini bag'ishlagan g'oyalar, aqidalar, axloq normalari yoshlar uchun ahamiyatsiz ekanini hazm qila olmasa, yoshlarga ularning aristokratiyasi erish tuyuladi. Shu bilan birga roman rus tarixining eng murakkab davrlaridan birini ochib beradi. Muallif Bazarov va Arkadiy misolida yoshlarning o'zi ham bir oqimda bo'la olmasligi, o'tmishni butunlay rad etganlar emas, uni qisman qabul qilib moslasha olganlar yashab ketishini ko'rsatadi. Romanda yana juda murakkab muhabbat kechinmalari ham borki, buni o'zingiz o'qib his etishingizni istadim. Siz ham bolangiz yoki otangiz bilan fikrlaringizda qandaydir farq sezganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring.